Siz talantli bolaning balliq davrining to'limi go'zal asarlar bilan to'lgan deb qaramsiz. Amniyatda dal uning aksicha. U balliq chog'larida doim g'alati bola deb til olmaydi. Hamda boshqalar bilan fikrlash ixtiyori 0 deb diagnoz qo'yilgan. Diagnoz qog'ozida bu bola yo talant egasi, yo bo'lmasa saranglar doktorxonasiga kirish kerak deb diagnoz qo'yilgan. Hatto uning dadasimi uni normal deb qaramagan. Biroq 20 yildan keyin savodoshlari tomonidan yolg'iz qoldirilgan bu bola raketani olam bo'shliqqa chiqardi. Ham to'kliq mashina dunyo miqyosida asosiy yaqinga aylantirdi. Mina bilan kompyuter o'tirsida unnish hosil qilgan texnikani odam mingisiga o'rnatdi. Eng masxara xarakteri shuki, ayni vaqtdagi saranglarcha alomatlarning uning hozirgi agashishlar tarafidan talant egasi bo'lish tegishli xarakter deb qaraldi. Uning balliqini tushungandan keyin nihoyatda muhim bo'lgan bir narsani his qilamiz. Qani biz birlikda insoniyatning kelgusini tasavvur qilguvchi bu shaxsning balliqini tushunib boqaylik. Elon Musk 1971-yil Janubiy Afrikaning Pretoria shahrida tug'ilgan. 3 yoshga kirganda onasi Mai uningdagi tunji g'ayrilikni bayqagan. Ismini chaqirsa hech qanday inkos bo'lmagan. Qaysi yerga tushib ketganda u qaramagan. Bir yerga tikilgan peti ongga qarab turgan. Doktorlar uni anglash iqtidorida buzilgan deb anglashga yordam qilgan uskunni taqash taklifini bergan. Biroq qilcha o'zgarish bo'lmagan. Ta bir kuni apsi oshxonada tamoq etayotganda balning uyida ichida yo'q, Yupiterning yulduzi 12 emas 16 degan ovoz anglagan. U chiqib qarasa, Musk radiodagi astronomiya programmasiga ko'zini yo'g'on qilib turganligini ko'rgan. Amaliyotda uni anglash iqtidorida masala emas, balki u ba'zi muhim bo'lgan uchurlarni suzib o'tgan. Ya'ni odamni hayron qoldirgani 3 yoshga kirmagan bola amaliyotda uning anglash iqtidorida masala emas, balki u ba'zi muhim bo'lgan uchurlarni suzib o'tilgan. Ya'ni odamlar hayron qoldirgani 3 yoshga kirmagan bola Yupiterning yulduz sonini yodlagan. Hamda cho'nglar dinozorning yo'q bo'lish sababini aniqlashganda ularning Neandertalning portlashidan emas, balki planetdan kelgan toshdan so'qilishidan nasl qurgan deb tuzishga kirgan. Uda 4 soat o'ltirib fantaziyalik olam filmini ko'rishi, hatto sazliq uyg'un chiqmasligi, uning kallasida butun olam bo'shlig'idagi qiyoslar bilan to'lganligi, tashqi dunyosidagi har qanday narsaning kerilmasligi onasining keyingi xotirasida deyilgan. Ya'ni Musk qulga olmaydi emas, balki e'tiborga olgan xolos. Agar u ko'ngil bo'lsa, vaqt xuddi shu yerda to'xtab qolgandek, shu ish bilan mashg'ul bo'ldi deb yozgan. Musk 10 yoshga kirganda dadasi uningga bir kompyuter sovg'a qildi. 1981-yilda dunyoda 100 tumanga yetmagan odamda kompyuter bor edi. U kompyuterning tushuntirishini 10 qatim degidek o'qib chiqqandan keyin hamda dadasiga bir sistema yezib chiqish planining borligini aytdi. Keyingi 3 oyda Musk maktabdan qo'yib bergandan keyin uyga qaytib kelganda doim kompyuter oldida toy qo'li qonigacha mashg'ulot qilib, kechasi uxlamay tomoqni kompyuter oldida yegach mashg'ulot qildi. 12 yoshga kirganda plaster o'yinini yasab bitirdi. Hamda shu chog'dagi jurnalga avatib $500 erishdi. Ayni chog'da bu pul bilan ikkinchi qo'l motosikletni sotib bo'ladi. Biroq u unda qilmay pulning hammasini olam bo'shliqqa doir kitoblarni sezilishga sarf qildi. Hamda opsiga motosikletning hech qanday ahamiyati yo'qligini, kitobning kelgusining bisharati borligini degan. Musk bo'lsa dal shunday ijtimoiy yolg'izlikdan kuch olgan. Boshqa bolalar 12 yoshida zaytun top o'ynash, qizlar bilan muhabbatlash qo'ydi bo'lsa, biroq u olamning chekinada insonlar Marsga ko'chman bo'lib boralamdi degandek balliqqa loyiq bo'lgan nurg'un savollar bilan band bo'ladi. Uning balliqi yarim olam bo'shlig'idagi har xil xayollar bilan to'lgan bo'lsa, ya'ni yarimi bo'lsa o'xshash yoshdagi bolalardan kelgan ayiblash va bo'zak qilishlar bilan to'lgan edi. Biroq u bu ishlarni hech kimga aytmadi. Hamda o'zining bo'sh vaqtidan foydalanib The Secret of the Town degan hikoyani yozib chiqdi. Uning bu hikoyasida bir bolaning koni uydan tashqilant odamlarning texnikasini bayqab, oxirida yer shani quzg'onlik hikoyasi yozilgan edi. Bu asarni Absuga ko'rsatgan chog'da Absuningdan "Sen buni yozish orqali ularga qarshiligini bildirmoqchimi?" deganda Musk bo'lsa, "Mening bularni yozishim men qilmoqchi bo'lgan yoki erishmoqchi bo'lgan narsam yiroq kelgusida. Ular hargizmi his qilolmaydi" degan. Keyin ziyoratni qabul qilganda, "Meni ayni chog'da bo'zak qilganlar hozir bo'lsa May qachlash punkitida yoki tanlov bozorida ishlayotdi. Biroq men bo'lsam, hozir ular o'ylabmi yetilmaydigan ishlarni qilyapman" degan. Boshqalar hozir qo'shmalik ichida yashayotgan chog'da men bo'lsam kelgusidagi orzuyim ichida yashayotman degan. Musk 17 yoshga kirganda bir cho'ng qaror oldi. Ya'ni Afrikadan ayrilib Kanadaga berish planini qildi. Afrikadagi hozirgi taraqqiyot keyingi u erishmoqchi bo'lgan orzu umidiga yetilmaydiganligini sezgan. Yana kelib Muskning otasi intayin kontrol qilish xarakteri kuchli bir injener. U doim Muskning doktor yoki advokat bo'lib, muqim kirimda yashashini, Muskning nazaridagi qara kelmas fan texnikadan yiroq turishini o'ylaydi. Biroq Musk Kanadaga berib ishlamchi bo'lib, ko'rik ostida yotsimi, yana Afrikadan ayrilish xayoliga keldi. Uning nazarida muqim bo'lgan xizmat, muqim bo'lgan hayotni isrof qilish edi. Shunga u endi bor bo'lgan $2000 bilan Torontoga safar qildi. Musk Kanadaga borgandan keyin dehqonchilik maydonida ishlamchi, tozaliq ishchisi va sistema injener bo'lib ishladi. Eng nomrod chog'larda do'stining yer osti uyida
tayyor cho'p yeb o'tkazdi. Hatto qoni ichishga ko'zi qiymaydi. Biroq uning keyin tasvirlashicha, u choq bo'lsa Maskning eng xo'jal chog'ida deb qaralgan kunlar edi. Chunki u o'zi xohlagan ishni qila oladi. Maskning qarshilik ko'rsatishi azaldan ota-onasiga emas, balki odatdagi odamlarning yashash usuliga qarshi edi. U nimaga muhtoj ekanligini biladi. Shunga u muqim bo'lgan yashash usulidan voz kechdi. Hech kim ko'rib boqmagan kelgusiga tavakkul qildi. Uning keyingi bir qancha turli tavakkulchilik yo'llari keyin uni dunyo milliarderlar qatoriga boshlab kirdi. Biroq u buninglik bilan to'xtab qolmadi. Balliq chog'laridagi orzular uning insoniyatga kelgusini o'zgartiradigan bir shaxs qilib tarbiyaladi. Elon Muskning hikoyasi bu g'ayriy odatdan qo'rqmagan bir bolaning olamni o'zgartirish haqidagi hikoyasidir. U bizga o'zgacha bo'lishdan xushallik tepish emas, balki shu g'ayrilik orqali yangilik yaratish kerakligini o'rgatadi.